Qandaq qilganda bir oyning ichida tez suratda ishki a'zoni qaplab olgan maylarni ko'ydagili bel aylanini tez suratga ishlatgan bo'ladi. Ma filmda javobini deb beraman. Ishki a'zoni qaplab olgan maylar asosiyatdan jigarning atrofida qo'saq taraf turib oldi, qo'saq bak yo'g'inab ketadi. Sizning kayfiyatingiz nacharlashib, urilishib ketishining sababi mushundan kelib chiqqan. Ammo buni amali va ig'ir harakat qilmay turib, faqat orom bilish bilan mush tamoqatimizga diqqat qilib turib, siz ig'ir mashq qilmasangizmi, yanala mal qila olasiz bu usulni. Bir tal yurak berib saqlaylar, men inchki deb berma. Mush filmni ko'rgidek bo'lsin, bir savr taqat bo'lsin. Bir oydan keyin o'zingizning o'zgarishini ko'rganda kelib menga rahmat aytasiz. Birinchisi, tamoq atimizni biz cho'qim yalliq qarashtiradigan tamoq planini tuzib chiqishimiz kerak. Masalan, bir kunda yeyotgan shu un guruch tamoqlari bo'lib, oq un, oq guruch tamoqlarining o'rniga non deymiz, tatlı turum churuqlar deymiz, ximirliq tamoqlar deymiz. Shuning o'rniga nima yeymiz? Masalan, kunva, ranglik mifan, nuqut, qo'ng'shuqina, kavyangyu, sulu deganga o'xshash tabiiy ziraat ashyolarni o'rlashtirsak, qon shakarimizni turaqli bo'lsa, bizning insulinniki badandagi xizmat besimi unchoq o'rlab ketmaydi. Ishtaringiz turaqli bo'lib, nihoyat rahat o'riqlay olasiz. Ishki a'zoga may yo'qishga bak foydasi bor. Atiganda azroqroq yang. Shudan kashda normal bir kishlik yesangiz bo'ladi. Qo'sqingiz oshqolmaydi, xotirjam bo'ling. Ikkinchisi, go'shtlarni qanday tanlaymiz? Amal va oq go'shtlarni qarab o'rlashtiring. Masalan, to'g'ri go'shti, beliq go'shti, rak go'shti degandek. Qo'y go'shti, kala go'shtincha bo'ladi. Lo'q go'shti yerini ancha-muncha o'rlashtirsangiz bo'ladi. Har bir vaqt tamoqqa taxminan 100 gramdan 120 gramgacha o'rlashtirsangiz bo'ladi. Uchinchisi, yog'larni-chi nihoyat sifat yog'larni yeyishga ahamiyat berishimiz kerak. Masalan, tamoq etganda zaytun yog'ini ishlating, ammo bak ko'ydirib etmang. Yoki gazir miyini ishlating. Yiliq burunqidek mo'tidil yog' deymiz, qo'y miyi deymiz, dadur yog'i bu yog'larni vaqtliq ishlatmay turing. Atiganlik nashliqqa badam yong'oqlarni o'rlashtirsangiz bo'ladi. Bek yaxshi yog'lar. To'rtinchisi, amal va oqshimi soat 11 dan burun uxlab bo'ling. Kunduzi taloq chiqib ancha-muncha bir kun ko'rib bering. Uyqungiz orom olish yaxshi bo'lmasa, qat'iy ishga azat qilmay yo'qotqilib bo'lmaydi juma. Bu harakat qilishda bek muhim o'rin turdi. Orom olish bek yaxshi bo'lish kerak. 5-chi, harakatni qanday qilamiz? Bir 15 minut atrofida qo'saqning harakatlarini ishlab berib, kunda yarim soat atrofida talada, bo'lsa yeshillik bog'chalarda yo'l mengib bering, qadamlab mengib bering. Badanning besim hormonlarini tushirishga bek foydasi va uyqumizni yaxshilashga bek foydasi va. Siz uning aksi jenshin fanlar kirib yoki issiqda yugurib, badanni qiynaydigan ig'ir harakat qilsangiz, badanning besim o'rlab kelsa, ishga azon qaplab olgan mayni yo'qtish texnik ta'sir to'xtaydi. Mushu 5 ishga diqqat qilib bering. Bir oydan keyin menga cho'qim rahmat aytasiz. Meni guanju qilishni unutib qolmang, eng sog'lom holat sizga o'riqlashni unutmang. Yana qanday qilishni bilmasangiz, ayrimxonada qo'shing. Boshpat kirsangiz, birinchi Zopinda Rinat degan xatni ko'rsiz. Nurg'un o'quvchilar bilan nihoyat rahat holatda bil o'riqlab olamiz. G'ayrat qiling.